Lamin Yamalni ayblashtirmang iltimos. To'xtinglar. Rostini aytganda uning pasayishiga Niki Nikol emas, aynan o'zi va Barselona sababchi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. O'sha og'riqli jarohatdan keyin Yamal qilgan har bir xatoni muxlislar Nikiga yopishtirishdi. Go'yo u qandaydir sehr qilgandek. Barsa fanatlari uni haqorat qildi. Real muxlislari esa aksincha, minnatdorchilik bildirib, ular ikkisi abadiy birga bo'lishsin deb yozishdi. Ammo odamlar haqiqiy sababni unutishdi. Bu Barsaning mas'uliyati. O'sha kunda jamoa 18 yoshli yigitga ulkan shartnoma berdi va uni klubdagi ikkinchi eng ko'p maosh oladigan futbolchiga aylantirdi. Shunda hammasi o'zgardi. Yamal futbol bilan yashashni to'xtatdi va diqqat markazida bo'lishga berilib ketdi. Instagramdagi postlar, kechalar, qizlar, ilgari Ispaniyani Yevroda yetaklagan yigit endi yo'qolganday ko'rinadi. Mavsum boshidan beri 10 ta o'yinda bor yo'g'i 3 ta gol. Neymarning pasayishi PSJda boshlangan bo'lsa, Yamalniki undan ham ertaroq keldi. Bu safar ayblaydigan boshqa odam yo'q.